Nima? Hamma yoqda robotlar? Nega? Odamlar qani? Nahot biz hammasini hali robotlar uchun qilyapmiz? To'xtang. Ilmiy fantastik asarlarda bayon qilingan holatga yetishimizga hali biroz bor, ammo texnologik ildamlab borar ekanmiz, texnologik rivojlanish keltirib chiqarayotgan muammolar ham ko'payib bormoqda. Odamlar ishonmay qo'yishmoqda. Nimaga deysizmi? Hamma narsaga. Agar sun'iy intellekt hamma narsani qilishni bilsa, agar GPT bizdan aqlliroq bo'lsa, unda biz harakat qilib nimaga erishardik degan qarash shakllanmoqda. Xavf hatto shu darajaga yetib bormoqdaki, insonlar hatto o'z hayotidan qoniqmaslik hissi bilan yashamoqda. Ammo hozir bu haqida gaplashmoqchi emasmiz. Mavzuyimiz robotlashib ketayotganimiz yoki ehtimoliy xavflar haqida emas. Mavzuyimiz undan-da muhimroq. Universitetlar yaqin davr ichida kerakmi? Ular yopilib ketish arafasidami? Keling, shu haqida gaplashishga harakat qilamiz. Yuqoridagi ehtimollik nazaralari hatto talabalarga ta'sir qilayotgani ko'rinmoqda va biz gapni shu bois aynan u tarafdan boshladik. Demak, xullas fantastik asarlarga qiziquvchilar, utopik asarlarni o'qiydiganlar va umuman realistik asarlarni ham o'ziniki deb hisoblaydiganlar biz bilan birga bo'ling. Yaqin daqiqalar ichida biz yilimizning keyingi oylariga kosmik sayohat qilamiz. Xo'p, bu video davomida bir necha savollarni sizga berib, javoblarni ham birga izlaymiz. Ilk savol: yaqin yillar ichida universitetlarga ehtiyoj kamayadimi? Kelajakda eng qimmat narsa nima bo'ladi? Jahon iqtisodiy forumi 2025-yilda dunyoning yuzlab yirik kompaniyalari o'rtasida tadqiqot o'tkazdi. Ular biznesni 2030-yilgacha eng ko'p o'zgartiradigan omillarni so'rashdi. Natija kutilganidek bo'ldi. Kompaniyalarning 86% sun'iy intellekt va ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari biznesni tubdan o'zgartiradi deb hisoblaydi. 58% robototexnika va avtomatlashtirishni, 41% esa energiya texnologiyalarini asosiy o'zgarish manbai deb ko'rmoqda. Bu statistikadan kelib chiqadigan savol. Demak, sun'iy intellekt ish o'rinlarini tortib oladimi? 2030-yilga borib 92 million ish o'rni yo'qoladi. Qo'rqinchli-a? Butun O'zbekiston aholisidan 2 barobar ko'proq raqam degani bu. Ammo 170 million yangi ish o'rni ham yaratiladi. Bular albatta ehtimolliklar. Biroq statistika ham ish talabi ortib borishini ko'rsatmoqda. Lekin ana endi haqiqiy kurash boshlanadi. Bu ilm kurashi bo'ladi. Tayyor turing. Yaqin 5 yilda siz egallagan bilimlar hech narsa bo'lmay qolishi mumkin. Endi faqat yodlash emas, uni amaliyotga tatbiq etishingiz talab qilinadi. Xullas kalom, sun'iy intellektni tabiiy intellektingiz bilan parchalashingiz zarur bo'ladi. Jahon iqtisodiy forumi hisobotining eng dahshatli raqamlaridan biri shuki, 2030-yilgacha odamlarning bugungi ko'nikmalaridan 39% eskiradi yoki o'zgaradi. Ya'ni sizdan yangi narsalarni egallash talab qilinishi mumkin. Bu esa yaxshigina o'qishni talab qiladi. O'zi aytishadi-ku, ming ish yo'q deb turgan joyda ham zo'r g'oya ishlab chiqib, uni kattaroq kompaniyaga olib borib, ularni ishontirsangiz, albatta sizni qo'ldan chiqarishmaydi. Va qiziq paradoks bor. Biz ish yo'q deb turgan vaqtimizda kompaniyalar xodim yo'q deb turishadi va bu safsata emas. Ish beruvchilarning 63% malakali kadrlar yetishmayotganligi katta muammolarga sabab bo'layotganini va bo'lishini aytishar ekan. Demak, siz sohangizning ustasi bo'ling va 63% lik top imtiyozni o'zingizga kafolatlab qo'ying. Ana endi 2024-yildagi mana bu statistikaga ahamiyat qarating. Don't deysiz. Universitet bitiruvchisi o'rta hisobda faqat maktab diplomiga ega odamdan qariyb 66% ko'proq daromad topmoqda. Bakalavr darajasiga ega insonlarda ishsizlik darajasi 2,5%. Faqat maktab bitiruvchilarda 4,2%. Maktabni tugatmaganlarda 6,2%. Shuningdek, oliy ta'limni tugatganlarning o'rtacha maoshiga qarasangiz ham ancha yuqori ekanini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun sifatli oliygohni tanlab talaba bo'lishga shoshiling. Bu borada sizga Zarmet universitetini tavsiya qilamiz. Universitetning Samarqand va Buxoro shaharlarida alohida kampuslari mavjud bo'lib, u yerda zamonaviy sharoit yaratilgan va xalqaro talabalar bilan tajriba olish imkoniyati mavjud. Darvoqe, ayni kunlarda qabul jarayonlari davom etmoqda va hozir siz zarmetuniver.com sayti orqali ro'yxatdan o'tib, ariza tashlashingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, frilanser bo'lib bir vaqtning o'zida ko'p ishga ulgurish mumkin. Hozir buning imkoniyati ortib boryapti go'yo. Biroq rasmiy statistika va reallikka qarasak, oliy ta'limning ish o'rinlarini yaratishda va ish bilan ta'minlashda o'rni katta bo'lib qolmoqda. Ana endi
Qaysi kasblarda xavf kuchli? Jahon iqtisodiyot forumidagi statistikaga yana yuzlanamiz. Kassirlar, bilet sotuvchilari, ma'lumot kirituvchilar, bank operatorlari, kotibalar. Bu kabi texnik vazifalarga ishi yo'nalgan insonlar hushyor bo'lib turamiz. Chunki bu kabi vazifalar avtomatlashib borishi ehtimoli yuqori. Hisobotlarga ko'ra eng kerakli ko'nikmalar quyidagilar: analitik fikrlash, kreativ fikrlash, moslashuvchanlik, liderlik, jamoaga ta'sir o'tkaza olish, hayot davomida o'rganish qobiliyati. Xullas, bu yog'iga ko'proq fikrlab, ko'proq insonlar bilan muloqot qilishni eplasak, oshig'imiz olchi bo'ladi. Robot bo'lib qolmasak bo'lgan. Endi esa asosiy mavzumizga qaytsak. Universitetlar hozirgi kunda kerakmi? Ular yopilib ketish arafasidami? Va ehtiyoj qay darajada universitetlarga? Yuqoridagi statistikalarga tayansak, universitetlarga ehtiyoj tobora ortib boradi. Siz internetdan mingta videoni ko'rishingiz mumkin, lekin sizdan kuchliroq odamlar bilan bir auditoriyada o'tirishning o'rnini hech qaysi video bosa olmaydi. Siz sun'iy intellektdan savol so'rashingiz mumkin, lekin hayotini bir sohaga bag'ishlagan ustozning bir og'iz maslahati ba'zan o'nlab kitoblardan qimmat bo'lishi mumkin. Kelajak universitetlari diplom sotadigan joylar emas, iste'dodlarni bir joyga yig'adigan markazlarga aylanadi. Odamlar diplom kerak bo'lgani uchun emas, eng yaxshi ustozdan o'rganish kerak bo'lgani uchun universitetga keladigan davr boshlanmoqda. Majburiyat davri tugayapti. Tanlov davri boshlanyapti. Xullas, davringiz kelyapti. Universitetlar GPT biladigan bilimlarni sizga yodlatishni emas, aksincha chin ma'nodagi haqiqiy bilim muhitini yaratishni maqsad qilgan va bu jarayon allaqachon boshlangan. Endi universitetlar talabalarni kutib o'tirmaydi. Talabalar esa universitet nomiga qarab emas, u yerdagi bilim va muhitga qarab tanlay boshlaydi. Kuchli universitetlar yanada kuchayadi, kuchsizlari esa o'zgarishga majbur bo'ladi. Balki eng katta o'zgarish ham shu bo'lsa kerak. Avvallari diplom insonni ishga olib kirardi. Endi esa insonning bilimi, loyihalari, ko'nikmalari va natijalari ishga olib kiradi. Universitet esa bularning shakllanishiga yordam beradigan maydonga aylanadi. Lekin mana shu yerda bir savol yuzaga keladi. Barcha universitetlar ham o'zgarishlarga tayyormi? Hozirgina aytganimizdek, universitetlar, ya'ni kelajak universitetlari faqatgina diplom beradigan dargoh emas. Ular insonni o'zgarishlarga tayyorlashi kerak. Ular talabaga nafaqat bilim, balki kerakli muhit, tajriba va imkoniyatlarni ham taqdim eta olishi zarur. Bugun dunyodagi eng kuchli universitetlar aynan shu yo'ldan ketmoqda. Ular talabalarni faqat auditoriyada o'tirib ma'ruza tinglashga emas, loyihalar qilishga, jamoalarda ishlashga va real muammolarni hal qilishga o'rgatmoqda. Xulosa qilib aytganda, bundan bu yog'iga yaxshi kadrga talab va ehtiyoj ortib boraveradi. Siz har kuni 10 daqiqa o'z ustingizda ishlasangiz, fokusingizni yaxshi narsalarga qaratsangiz, har kuni hech bo'lmasa eng kamida bir varoq o'qib qo'ysangiz, juda ko'pchilikdan oldinda bo'lasiz. Bu bizning oliy ta'lim haqidagi xulosalarimiz va fikrlarimiz edi. Sizning fikrlaringiz qanday? Izohlarda kutamiz.